yangi proyektlar bilan tanishtiramiz sizlarni bank kreditlar bo'yicha. Bizda oxirgi proyektlarimizdan Welcome mahalla doirasida Welcome degan kreditlar loyihamiz amalga oshirilmoqda. Buni 3 yil muddatga 27.99%dan 3 oy imtiyozli doir bilan ajratilyapti. Bu maqsadsiz kredit. Xohlasangiz hisob raqamingizni ajratib beriladi. Xohlasangiz kooperativ karta ochib, kooperativ kartangizni tashlash mumkin. Agar ikkita ish o'rni 3 kun oldin yaratilgan bo'lsa, 3 kun ichida kredit olsam, 3 kun ichida yaratilgan bo'lsa, 2% sizlarga imtiyozli yana 2% 27.99 emas, pasaytirilgan stavkada beriladi 2%. 27.99 emas, 25.99%dan beriladi. Buni xohlagan maqsadga ishlatishingiz mumkin. Sizlar bor, birov rezultat monitoring qilib, nima qildi degan narsa yo'q. Buni hisob raqamingizni tashlab beriladi yoki kooperativ kartangizni tashlab beriladi. 5%mi? Buni foizi 27.99. Aytdim hozir 3 ta ish o'rniga 3 kun ichida yaratgan bo'lsangiz, qancha olishdan 2% pasaytirilgan stavkada beriladi. Summasi qancha? Summasi 50 million so'mgacha. Garov ta'minoti xohlasangiz kafillik berishingiz mumkin, xohlasangiz sug'urta polisdan chiqarish mumkin. Xohlasangiz garov berishingiz mumkin. Agar yo'q, kamroq bo'lsin desangiz, garov berishingiz mumkin. Bundan tashqari, mening biznesim loyihasida 212-sonli qaror, hozir hammaga nop turgan 212-sonli qaror doirasida kreditlayapmiz. 300 million so'mgacha, bundan 100 million so'mi kredit qaytmaslik sug'urta polisi va tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash fondining kafillik shartnomasi asosida 100 milliondan oshgan qismi garov ta'minotidan beriladi. Bu boshlang'ich davrda 7 yil muddatga edi. Buni maksimal oxirgi nuqta chegarasi bo'lgani uchun hozirgi kunda 6 yildan sal ziyodroq vaqtga qoldi. 6 yil muddatga beryapmiz. 3 yil imtiyozli doir bor buni. 3 yillik. 300 million so'mgacha beriladi. Bunda eng kamida 3 ta ish o'rni yaratilishi shartlarda. 21% dan beriladi. Biz 3-chi toifga qaraganimiz uchun yillik foiz stavkasi 21% hisoblanadi. Buni xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarish va savdo faoliyatiga foydalanish mumkin. Ya'ni xizmat ko'rsatish sohasida jihozlar sotib olish mumkin, uskunalar sotib olish mumkin, savdo faoliyatida aylanmaga ham olish mumkin. Aylanmaga olishda 1 yil muddatga beriladi. To'g'ri, yapganingizga yana biriga navbat berish mumkin.